Assalomu alaykum. Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatining Ekonom va Novator rusumli suv hisoblagichlardan foydalanish taqiqlanishi yuzasidan rasmiy bayonoti. Ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmatlar ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorida iste'molchilar uchun suvni hisobga olish asboblarini xarid qilish, o'rnatish va davlat nazoratidan o'tkazish hamda ulardan foydalanish ishlari ichimlik suv va kanalizatsiya xo'jaliklari tashkiloti tomonidan iste'molchi mablag'lari hisobiga amalga oshirilishi belgilab o'tilgan. Shuningdek, suv hisoblagichlari tegishli organlar tomonidan tekshirilgan va O'zbekiston Respublikasida qo'llash uchun ruxsat etilgan bo'lishi hamda ularning turlari haqida ma'lumotlar iste'molchilarga taqdim etilishi shartligi qayd etilgan. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 29-avgustdagi 528-sonli qarori bilan tasdiqlangan o'lchash vositalarini davlat sinovlaridan o'tkazish qoidalariga muvofiq davlat metrologik tekshiruvi va nazorati tatbiq etiladigan doirada O'zbekiston Respublikasining o'lchash vositalari davlat reyestriga kiritilgan, tasdiqlangan turdagi o'lchash vositalarini qo'llashga ruxsat beriladi. Bugungi kunda iste'molchilar tomonidan suv hisoblagichlarini o'z mablag'lari hisobiga sotib olish va suv ta'minoti korxonasi xodimisiz o'rnatish holatlari kuzatilmoqda. Bunday hollarda o'rnatilayotgan hisoblagichlarning belgilangan standartlarga muvofiq kelishi juda muhimdir. Shu munosabat bilan ayrim suv hisoblagichlaridan foydalanish bo'yicha cheklovlar mavjudligi ma'lum qilinadi. Jumladan, Novator LK turidagi hisoblagichlar 2018-yilda amalda bo'lgan GOST 6019-83 davlatlararo standarti talablariga muvofiq sinovlardan o'tkazilgan va 02.3644-18 son bilan davlat reyestriga kiritilgan. Ushbu hisoblagichga berilgan sertifikat muddati 2023-yil 30-avgust kuni tugagani bois amalda emas. Ekonom turidagi hisoblagichlar 2016-yil 30-iyunda 02.3251-16 son bilan davlat reyestriga kiritilgan bo'lib, 2020-yil 10-iyulda amal qilish muddati tugagan. Shuningdek, Ekonom SV turidagi hisoblagich uchun 2024-yil 29-noyabrga qadar muddat belgilangan. Hozirgi vaqtda mazkur hisoblagichlar amaldagi milliy standart talablari bo'yicha sinovdan o'tkazilmagan. Ma'lumot o'rnida Toshkent shahar texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida Rossiyada ishlab chiqarilgan Ekonom va Ukrainada ishlab chiqarilgan Novator rusumli hisoblagichlar amaldagi standart talablariga javob bermasligi aniqlandi. Muhimi shundaki, bunday hisoblagichlardan foydalanish suv sarfining noto'g'ri qayd etilishi